من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Qadrli cemaat, Müslüman kardeşlerim, men özüm de hojda da buldum, umrada da buldum. Mene Abdurauf Hazret bilan keldik. Benim o'qituvchim Rioda o'qitdi, Rossiyskiy Islamskiy universitetda. Shundan qadar bilan, shu qadar iymonli, tavfiqli, barakatli, imonni yurakka yorib sola turgan bizning Müslüman kardeşimiz rahatlantirib keldik. Mene umraga keligiz, bunaga Makkaga, Madinaga rahatlantirib, suyunib, bilasizmi, nindi barakatli o'rinlar, ko'pmi savoblar yeyamiz, tavoflar o'tamiz, Safa Marvalarni o'tamiz, Zamzam suvlari bilan turib, 100 ming приумножается savoblar 100 tысячаga приумножается. Shuni bilibgina da kelirga bo'ladi. Mana bolalarimni o'gitlayman. Akirnab уже ular da keladilar. Может birgalab kelarmiz, может ayrim kelarlar. Yuranigiz, yashagiz Alloh Taala bilan. Bizning suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan yasharga kerak. Qur'on bilan, sunnat bilan yasharga kerak. Mana turmushingiz barakatli bo'ladi. Ko'rishsiz, ikki dunyo rohatine erishirsiz. Halol rizqlaringiz kamimayincha orttirib turur. Alloh Taala даже umrlaringizni orttirar. Qur'onda yozilgan tug'anliq jiplarini o'zmasangiz, men sizga umrlaringizni da orttiraman degan hadislar bor. Ming rahmatliman Abdurauf Hazratga. Mana babay o'rna yurtib bizni, mana o'sha biz ertaga uzoq prощальный tavof bo'ladi. Hali niyatimizni уже jibaramiz, boshqa yillarni da mana halal o'qshalarni jib, onun bilan kelirga deb niyatlab turamiz. Bolalarimni da yurataman. Keligiz. Mana o'z ustimizda, если не почувствовали бы, biz buni söylemas edik. Если anglamasak, aytmas edik. Sizni de хотим Alloh yo'lida, чтобы вы были. И barakatli turmush bilan yashashga nasib bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh va jannatuh. Аминь. Пусть Аллах примет все пожелания возле Каабы, это милость Аллаха. Искреннее пожелание, всем вам совет, пусть этот совет дойдет до всех сердец, и пусть ваши сердца откроются, и не теряйте время, приезжайте на умру в Мекку, счастливые, чтобы были все здоровые. Аллаху Акбар.